Salam qadrli qarindoshlar, qana ahvolinglar? Bizning 14-bob, olamning yaratilishi 14-bobdan keyin 15-bob qo'yilishida vaqtimiz sal uzrab qoldi, kechirsalar. Deganimdek, endi biroz turmush jiddiychiligini aldirish vaqtlar boshlanib ketdi. 1 yildagi dam olish vaqtlarimiz tugab qoldi degandek. Lekin shuna olsam deganimdek, bir haftada bir qatim, ya'ni ozganda bo'lmaganda bir qatim yoki bo'lmasa vaqtimning boricha men chiqarib turman. Dersni va yoki boshqa mazmunlarni degandek. Hamma mazmun YouTube'da bor, lekin Telegramga faqat olamning yaratilishi chiqarildi. Dars mazmuni qalayotgan bo'lib ketmasin deb. Shu Telegramga faqat darsni chiqarmoqchi. Buni xabardor qilay dedim. Xo'sh, bugun olamning yaratilishi 15-bobni ko'rib o'tmoqchi. Oldi bilan olamning yaratilishi 15-bobni bir qatam o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 15-bob. Bu vaqalardan keyin Parvardigor İbram ko'rinib uningga: "İbram, qo'rqma. Men sana qalqan bo'lib, nihoyat zo'r inom beraman" dedi. Lekin İbram: "Ey egam Xudo, mening farzandim bo'lmasa, sening bermoqchi bo'lgan inomingning foydasi nima? Mening birdan bir mirosxo'rim Damashqdan kelgan chaqirim Eliyazar bo'ladi. Sen menga farzand bermading. Shunga mening ta'alluqatimga chaqirim mirosxo'r bo'ladi" deb javob berdi. Arqadilla u Parvardigorning o'ziga yana: "Chaqiring Eliyazar sening mirosxo'ring bo'lmaydi. Faqat o'zingdan bo'lgan o'g'illar mirosxo'ring bo'ladi" deganligini angladi. Shundan keyin Xudo uni tashqariga olib chiqib uningga: "Osmonga qarab yulduzlarni sanay oladigan bo'lsang, sanab baq. Sening avloding ana shu yulduzlardek son-sanoqsiz bo'ladi" dedi. İbram Parvardigorning so'zlariga ishondi. Parvardigor uning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi. Parvardigor uningga yana: "Seni bu zaminga ega qilish uchun seni Kaldanilarning zamini bo'lgan Uri shahridan elib chiqqan Parvardigor men bo'laman" dedi. Lekin İbram: "Ey egam Xudo, men bu zaminga jazman ega bo'lganligimni nimadan bilaman" deb so'radi. Parvardigor uningga: "Sen 3 yoshli kala, o'chga, qo'shqardan ham paxtak va yosh kaptardan birdan elib, mening oldimga elib kelgin" deb javob berdi. İbram bu hayvonlarni Xudoning oldiga borib, qushlardan boshqasining qornini yerib, 2 parcha qildi. Go'shtlarni 2 tarafga qator qilib dizdi. Quzg'unlar uchishib kelib, go'shtlari qo'nganda İbram ularni qo'g'lavatdi. Kun patganda İbram uyquga ketdi. Tushida uni qo'rqinchli qorong'ulik bosdi. Parvardigor uningga mundaq dedi: "Shuni bilib qo'yginki, sening avlodlaring boshqa bir davlatda musofir bo'ladi. Shu davlatdagi kishilarga qul bo'lib 400 yil ular tarafidan azob chekadi. Lekin men ularni qul qiluvchi xalqni cho'qim jazolayman. Ular u davlatdan qaytganda nurg'un boyliqlarni elib keladi. Sen bo'lsang uzun umr ko'rib, ajdodlaringning qishiga ketasan. Sening avlodlaring bu yerga qaytib kelguncha u yerda 4 avlod o'tib ketadi. Chunki bu yerda turayotgan amorlarning gunohi chekiga yetmaguncha ularni bir taraf qilmayman." Kun petib qarong'i tushgandan keyin is chiqib turgan o'choq va yenib turgan mash'al tuyuqsiz paydo bo'lib, yilqi 2 qator go'shtning o'tirisidan o'tib ketdi. Mana shu chog'da Parvardigor İbram bilan ahd tuzib mundaq dedi: "Men Misr chegarasidan toki Firat daryosigacha so'zilgan bu zaminning hammasini sening avlodlaringga taqdim qildim. Bu zamin kellar, kenizlar, kadmonlar, xitlar, parzilar, rifalar, amorlar, kanallar, gergashlar va yabuslar deb tanilgan xalqlarning zaminlarining hammasini o'z ichiga oladi." Xo'sh qarindoshlar, mazmunga kelsak, bugungi mazmunda endi ko'rsak, biz ko'rib o'timisak, ushaq mazmun sal jiqaroq. Shunda bo'lsa bir qatimdan ko'rib o'tgan yaxshiroq dedim. Ham shunga bugungi mazmun ushaq mazmun ko'proq bo'lg'ashqa vaqtimiz sal uzrab ketgandek. Shunda bo'lsa endi vaqtida qilayni deb qilavergan shunda o'yda hozir. Unda bo'lsa boshdan ko'rsak, 15-bob birinchi oyda, ya'ni bu voqealardan keyin degan gap, ya'ni oldingi bobda biz so'zlaganimizdek İbram, ya'ni 4 baglik kuchli bo'lgan 4 baglik bilan o'zining aran 318 odam bilan shu kuchli 4 baglikka qarshi jang qilib, ya'ni jiyanini qutqizish uchun jang qilib, ularni yengib qaytib kelgandan keyingi mushu voqealardan keyin Parvardigor bo'lsa uningga ko'rinib İbramga: "Qo'rqma, men sana qalqon bo'lman" deb. Endi bu yerda qalqon bo'lib, nihoyat zo'r inom beraman deb Parvardigor buningga, ya'ni İbramga jangdan qaytib kelgan
İbramga şundaq söz qildi. Qo'rqmag'in, men sana qalqan bo'lman va sana nihoyat zo'r inom beraman deb. Endi bu yerda biz ba'zan vaqtlarda Xudoning so'zlaridagi bu bir eg'iz bir jumla, ya'ni bir so'zlarni taqim cho'nqur ko'rib o'tishimizga to'g'ri keldi. Yani özümüzün hayatımızda, yani Xudoning sözünü özümüzün hayatımızda tatbiqlab, hayatımızda şu Xudoning sözlerini yaşap çıkarıp, hayatımızda şu Xudoning sözlerini beşimizin ötküzüp, taqim cho'nqurlik bilan tunishimiz uchun bu so'zlarni birdan cho'nqurligi bilan cho'nqurroq izlanib, tushunpaqishimizga, tafakkur qilishimizga, o'ylanishimizga to'g'ri keldi. Masalan, qalqon degan so'z, bo'libmi bu qalqon degan so'z zabur intayin ko'p uchraydi. Endi biz bu zaburdan boshqa vaqtlarda uchirgan nimalarni ko'rib o'tmaymiz. Ya'ni bu qalqon degan so'z biz ko'rgan bo'lsak, ayni vaqtlarda, ya'ni burungi zamonlarda hozirgidek urush texnikalari, aeroplan, bu tikuchar, bu tanka degandek bu urush qurollari paydo bo'lmasdan burun, ya'ni shunaqa qilish bilan so'qishadigan, jang qiladigan vaqtlarda qalqonni o'zinglar bilasizlar, o'xya bir narsadan to'sab turgan shu qalqon. Shu qalqonni ko'rsatmoqchi. Endi bu qalqon bir jangchi uchun intayin muhim bo'lgan bir qo'g'dinish, o'zini shu jangda hayotini qo'g'daydigan bir nihoyat muhim bir qurol. Shuni biz hamda hayotimizga tatbiqlab, ya'ni o'xshatib turib, ya'ni qalqinim deb turib ko'p olamiz. Zaburni o'qisanglar shunday ko'p uchraydi. Bu qalqon desa qo'g'dug'uchi, saqlag'uchi, daldiq olg'uchi, ya'ni ayirg'uchi, ayirib turg'uchi, ya'ni nima deymiz, kuchli narsalardan ayirib turg'uchi, saqlag'uchi, daldiq olg'uchi degan ma'nolar bor. Shuna o'xshash bu qalqon ishlatgan so'zlar nima desa, ko'pincha vaqtlarda material qarasanglar, ya'ni qonun sharida baxtlisan ey İsrail, sendek Parvardigarning o'zi qutqizgan xalqdan ya'ni kim bor? U bo'lsa sening madadkoring, qalqining, hayvatlik qilichingdir. Sening dushmanlaring sana zaiflashib bo'ysundu. Ya'ni shu qadar, ya'ni Xudoni, Parvardigarni o'zining madadkor, ya'ni qalqiniga, qilichiga, ya'ni shunday simol o'xshatib turib ta'riflaydi. Chunki İbrahimmi urushga chiqqan vaqtida uni g'alaba qozondiruvchini biz Xudo dedik. Ya'ni Xudo Ibrohimni g'alaba qozondirgan dedik. Shuna o'xshash ham Isroillar, ya'ni Xudoning xalqiga Xudo o'zi qalqon bo'lib, ular xalqi qanchalik kuchli bir kuch bilan jangga chiqsin, qanchalik kuchli bir dushman bilan yoki kuchli bo'lgan bir obyektning oldida tursin, uningga Xudo o'zining qalqon bo'lib, hatto o'tkir qilish bo'lib, uning shu qiyin xatardan, jangdan, kurashdan g'alaba qilishiga yordam qiluvchining Xudo bo'lganligi uchun, ya'ni g'alaba qozondiruvchi Xudo bo'lganligi uchun Xudoni shundoq qalqonga o'xshatib turib simol qilib so'zlaydi. Ya'ni bunday vaqtda Xudo qalqon bo'lg'achqa, ya'ni Xudo dunyoni yaratquchi, olamni yaratquchi, butkul mavjudotning egasi bo'lgan, butkul ishlarning boshqaruvchisi bo'lgan, qo'lida tutquchisi bo'lgan Xudo o'zi bizga bosh va qalqon, bizni qo'g'dug'ichi bo'lgan vaqtida bizning barliq, biz duch kelgan barliq xim-xatar bo'lsin, biz yuzlanayotgan barliq oldimizdagi real bo'lgan bir dushmanlarimiz bo'lsin va real bo'lgan bir qiyinchilik, real bo'lgan hayot xim-xatarlariga yuzlangan vaqtlarimizda bo'lsin, canımız talk ichida, tavakkul ichida turgan vaqtlarda bo'lsin, Xudo bizning saqlovchimiz, hayotimizning qo'g'duvchisi, qalqini bo'lib turib bizni g'alaba qozondiruvchi. O'shunda qiyin xatarlardan, hayotning eng tuvan yerlaridan bo'lsin, hayotning eng ojiz yerlaridan bo'lsin, bizni o'rtirg'izuvchi, bizning pukilgan tizirimizni ruslig'ichi, bizni g'alaba qozondiruvchi, zaiflashib ketgan bizning ruhiyatimizni qaytadan shodlantiruvchi Xudo ekanligini bu yerda ta'riflab turib, Xudoni bizning qalqinimiz qilib turib bu yerda tasvirlaydi. Samuel 2 Samuel 22-3-oyatim Xudo mening quram-teshimdir, men uningga tayinman. U mening qalqinim, mening qutqizuvchi. Meni qutqizuvchi mengizim, mening egiz munorim va panohim, mening qutqizuvchimdir. Sen meni zo'ravonlardan qutqizsan deb turib, ya'ni Xudoni, ya'ni bizning eng kuchli bo'lgan tayanchimiz, qalqinimizga tasvirlab turib shuna deydi. Buningdan biz yana nimalarni ko'ra olamiz desak, ya'ni biz odam, ya'ni biz turmushimizda bo'libmi
burungi zamonlarda hamda shunday qalqan bo'lsa halqi barliq chunki burungi zamonlarda xim xatar hayot tavakkülchiligi qarshi kuchlardan yandiki dush nimalardan qavmlardan shuna kelgan bo'lsa qalqan muhim o'rin turgan bo'lsa hamda hozirgi zamonimizda bizni hozirgi hayotimizga buni tanbihlashga to'g'ri keldi. Mesela hozirgi hayotimizda bizning turmushimiz qiyinchiliklarni, oldimizdagi qiyinchiliklarni va o'zimizning qanday yashashni bilmagan, oldimizdagi bu ishlarimizga, bizning turmushimizga qanday bir yuzlanishni bilmagan shunday vaqtlarimizda balkim insan en aciz, ruhiyat aciz olsun, kalbi aciz olsun, özünün en aciz vaqtlarda asallam ko'z oldidagi narsalarga ishonch bog'lab yoki atrofidagi yendik odamlarga, do'stlarga har qanday shu ishonch bog'lab yendikilarga tayindigan yoki qo'lidagi narsalarga tayindigan yoki bo'lmasa bir xizmat topsa o'zining barliq qiyinchilik hal bo'lgandek bir kirim manbasini topsa o'zining bir qiyinchiligi turmushi yaxshi ketadigandek, baxtli ketadigandek va yoki o'ziga bir hamroh topsa o'zining bir qayta bir hayoti bir baxtli bo'lgandek, qayta bir boshqa bir armoni qolmaydigandek va yoki boshqaningdek bir ishni qilib olsa, boshqa bir narsaga erishsa, uning barliq hayotidagi barliq qiyinchilik yengil bo'lgandek, hatto o'shanaqa ba'zi vaqtlarda haddidan ziyoda o'zining yo'qligiga markazlashtirilib yoki o'zining oldidagi xim xatarga markazlashtirilib yoki turmushiga markazlashtirilib, ko'z oldidagi masalalarga markazlashtirilib insonning ojizligida bu shuna qilib xudoga tayanishdan ko'ra o'zining yondikilarga, qo'li ilkidikininga va yoki o'zining kuchiga tayindigan shuna bir ko'z oldidagi narsalarga tayindigan asonlam muhitga, sharoitga, ahvoliga qarab tingirqaydigan o'ziniki tamtarab qolgan shuna ahvollar ko'p. Shunday vaqtda biz bu qalqon degan so'zni texim cho'nqiraq o'ylab, tafakkur qilib turib, o'zimizning hayotimizda Xudoning, ya'ni bizni tanlagan, bizni o'zining irodasi bilan chaqirgan, o'zining huzuriga boshlab mangan, o'zining huzuriga ilib kelgan Xudoning bizning haqiqiy qalqinimiz, hayotimizning haqiqiy qo'g'duvchisi, hayotimizning haqiqiy yetakchisi, bizni g'alaba qozondiruvchi, turmushdagi har qanday masalalar ustida bizga qalqon bo'lib, bizning o'rnimizni turg'izib, bizni g'alaba qozondiruvchining faqat Xudo ekanligini biz doim ko'z oldimizga keltirib turib, buni qalbimizga o'yishimiz, muhr kabi o'yishimiz kerakligini men bu yerda bir qatim ta'kidlab o'tay deb qaradim. Anındaki yeni birisi bo'lsa, İbrahimga degani yeni birisi inom, men sana ko'p inom berman degan so'z. Inom degan endi bu inom tartib, inom haq, ya'ni haqqi onun bir adamning o'zining tegishli haqqi deb turib shu haqqi nasibasi deganlarni inom deb shu so'zning ma'nosi, ya'ni o'xshash ma'noli so'zlarni o'z ichiga oladi. Endi bu yerda biz bir qatim inom zodi Xudoning İbrahimga bermoqchi bo'lgan inomi nimadu degan narsani biz o'ylashimiz to'g'ri keladi. Inom desa endi bu yerda biz Xudo bilan İbrahimning dialogidan biz bu so'zning nima ekanligini bir qatim tafakkur qilishimiz to'g'ri keladi. Buni ham shundaqlar so'z jumla ustidan tushunish kelam emas. Buni biz mushtaq berib kelib qo'yatgan dialog ichida qanday ma'nolarni bildirganligini biz ham tafakkur qilishimiz to'g'ri keladi. Bu yerda endi qarasak, Xudo İbrahimga men senga qalqon bo'lib noyzo'r inom berman degan otida İbrahimning inkos kanalida va Xudo ega mening farzandim bo'lmasa bermoqchi inomingning nima foydasi nima? Ya'ni mirosxo'rning yo'qligini, İbrahim o'zining mirosxo'rining yo'qligini, o'zining mirosxo'rining faqat o'zining nimasi chaqiri bo'lganligini ta'riflab turib, o'zining farzand yo'qligi bu yerda o'zining so'zini, ya'ni cümlenin mazmunning pointini mushu farzandga markazlashtirdi. Xudo o'zining Xudoning uningga farzand bermaganligini aytib turdi. Endi bu ayni vaqtlarda qaraydigan bo'lsak, bu farzand bo'lmasligi desak, nihoyat bir cho'ng baxtsizlik bir hisoblandi desakmi, bu oshirayotganlik bo'lmaydi. Ayni davrlar qaraydigan bo'lsak, bu qabilalikda bo'lib buningdan 4000 yil burungi vaqtlar bo'lgan qabila, ya'ni o'zining farzandli ega bo'lgan shu odamlari bilan tayinib turib, yandagi boshqa qavm bilan, boshqa qabilalar bilan jang qilib turib, urush qilib turib, doim yandagi qabilalarning ham shundaqlarki yovvoyi hayvonlarning bo'lsin ish qilib, u vaqtda odam kuchiga tayingan vaqtda
өзінің farzandiga tayinib mirosxo'r. Hatto bu farzandning nihoyatda bir muhimligi bu hatto biz qaraydigan bo'lsak yaqinda shu 1950-60 yillardan keyin o'zgardi desak bo'ladi bizning atroflarda. Qaraydigan bo'lsak kinolardan chiqqan biz tushunalaymiz deb o'ylayman. Bunday farzandsizlikning hatto bu o'g'li bo'lmaslikning naqadar bir baxtsizlik bir odamga nisbatan bir baxtsiz ekanligini biz asl tushunalaymiz deb tushunman. Shuningga o'xshash bu Ibrammi bu yerda nima demoqchi desa, Xudoning inom bermoqchi desa, men farzand bermagan tursang, farzandim bo'lmagan tursa, sening bermoqchi inomingning foydasi nima deb turib, inomidan Xudo bermoqchi bo'lgan inomidan ko'parak, ya'ni Xudo taqilgan baxt va inomidan ustun naralik qo'ygandan bo'ldi desa, Ibramning bir farzandi, ya'ni farzandga bo'lgan istikining naqadar cho'nqurligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. U farzandga bo'lgan istikini nazarda tutib Xudoga inom berman deganda, farzand bo'lmasa har qanday inomning ahamiyat yo'qligini aytadi. Shunday qilib Xudomi uningga ham oxiridagi nima qaraydigan bo'lsak, 4-oyat qaraydigan bo'lsak, chaqiring Eliyazar sening mirosxo'ring bo'lmaydi. Faqat o'zingdan bo'lgan o'g'illar mirosxo'ring bo'ldi deb turib, Ibramga bo'lsa, shu o'zining istiki bo'lgan farzandining Xudo uningga mehr shafqat qilib ato qildiganligini, ya'ni o'zining pushtidan bir o'g'il farzandlik ato qildiganligini Xudo bu yerda va'da qilganligini biz bu yerga ko'ra olamiz. Hem shundan İbrahimga nima deydi desa, chiqib, ya'ni sirtga chiqib, osmondagi yulduzlarni qarab baq, shularni sanab baq, avloding ana shunda yulduzlardek sanaqsiz bo'ldi deb turib, Ibrohimning eng cho'nquri, eng zo'r istiki bo'lgan farzandini, ya'ni o'z pushtidan bo'lgan o'g'il farzand bo'lganligini, hatto yulduzdan sanaqsiz shunday farzandlarga, hozir farzand yo'q bo'lsa-mu, uning farzandining hatto yulduzdek sanaqsiz shunday farzandlarga yiqildiganligini Xudoning bu yerda İbrahimga bergan va'dasi ekanligini, ya'ni inomi ekanligini, baxtli ekanligini bizga ko'ra olamiz. Endi bu yerdan Xudoning va'dasining bir texim cho'nqurlashganligini, ya'ni konkretlashganligini ham ko'ra olamiz. Masalan, biz oldingi bablardan ko'rib o'tgan, ya'ni 12-babdami biz, ya'ni 12-babda İbrahimni Xudo chaqirgan vaqtida dastlabda uni chaqirgan vaqtida nima deydi desa, uningga ya'ni urug'lardan ko'payt bir cho'ng xalq qilman deb turib uni elib chiqqan emasmi? Shu men ko'rsatgan zamonga bor, joyga bor deb turib. Shunday qilib uningga uruq avlodini berganligini, uruq avlodini hatto ko'payt cho'ng xalq qilganligini va zaminni avlodiga taqilganligini aytgan. Endi 13-bab 16-oyat qaraydigan bo'lsak, endi bu yerda ziminlarni deb turib, ya'ni ziminni boshqa qanon zimini bo'lgan vaqtida bu ziminni senga taqilman degan bo'lsa, 13-babga berib, sen to'rt tarafdan qarab baq, ya'ni Lutdan ayrilgan vaqtda sen to'rt tarafdan qarab baq, bu ziminlarni senga mangulik senga ato qilman. Ya'ni bu ziminlarni senga va sening avlodlaring taqdim qilman. Bu zimin mangu sizlarga mansub bo'ldi va men sening avlodingni hadis hafs ko'paytib, ya'ni qumday sanaqsiz qilman deb turib, u vaqtda avlodining ko'pligini hatto qumga o'xshatib turib, shunday sanaqsiz bo'lganligini aytgan edi. Endi bugungi, ya'ni 15-babda bo'lsa, ya'ni uning avlodini uruq avlodini ko'paytib xalq qildi, cho'ng xalq qilganligini va qumday sanaqsiz qilgan avlodini hadis hafs ko'paytirganligini aytgan. Lekin bu yerda 15-babda texim konkret qilib, onun avlodini, ya'ni o'zining pushtidan bir o'g'il farzandlik bo'lganligini aytadi. Ya'ni Ibrohim o'zining pushtidan. Shu vaqtlarda biz chaqirgan vaqtda 75 yosh edi. Hozirgacha endi 15-bab qadar qancha yil o'tganligi nisbatan texi mazmun yo'q, lekin 16-17-bablar o'tgan vaqtida 75 yoshidan, ya'ni qancha yosh qadar bo'lgan, ya'ni o'tira qancha yil vaqt o'tganligini biz ko'ra olamiz. Lekin 15-babda Ibrohim muqim, ya'ni aniq qancha yosh ekanligini biz bilmaymiz. Lekin shunday bo'lsa-mu 15-bab kelgan vaqtida, ya'ni Ibrohim ya'ni 75 ni oshgan vaqtida bu hisobda, o'shunda qayr qilgan vaqtida uning o'zining pushtidan o'g'il farzand bo'lganligini Xudo nihoyatda bir cho'ng bir mehr shafqatini bu yerda va'dasini bu yerda aytdi Ibrohimga, o'g'il farzand, o'zining pushtidan o'g'il farzand bo'lganligini, hatto o'zining pushtidan bo'lgan shu o'g'illar o'zining mirosxo'ri bo'lganligini, ham shu o'g'ildan osmondagi yulduzlardek son-sanoqsiz bo'lgan avlodining shunday kelib chiqadiganliklarini ham bu yerda aytdi. Shunday qilib
bu yerda o'zining Xudoning bergan va'dasining bara-bara İbrahim bergan va'dasining bara-bara bu yerda konkretlashib, texmo cho'nqurlashib qolganligini biz ham ko'ra olamiz. Ham davomli ko'rsak, bu va'dasining texmo cho'nqurlashib, texmo konkretlashib qolganligini biz ham ko'ra olamiz. Men burun degandim, İbrahim ahdisi, Musa ahdisi, Davud ahdisi deganlar cho'nqurlashib, konkretlashib mangadu deganlarni. Shunga o'xshash hozir biz İbrahim ahdisini ko'ryapmiz. İbrahim ahdisining men mushunaq bara-bara cho'nqurlashib, konkretlashganligini biz bundaq selishtirib, qisqacha ko'rib o'tdik. Endi shundan o'xshash, endi İbrahimga nisbatan Xudoning uning bergan va'dasi, ya'ni zo'r inami, Xudoning uningga bergan avlod va'dasi kelganini biz bu yerda tasavvur qila olamiz va İbrahim Xudoning va'dasini shundan o'zining yeshining qancha bo'lganligiga qaramasdan, ayoli Saraning tug'mas ekanligini qaramasdan, Xudoning uning farzand bermaganligi, ya'ni burun Xudodan ko'rganda, Xudo sen menga farzand bermading deb 15-bob 3-oyat ashna degandida. Endi bu yerda bo'lsa, İbrahim bo'lsa uning va'dasining, ya'ni Xudoning va'dasini o'sha chiqarishga qodir ekanligiga ishongan bo'lib, Xudo İbrahimning ishonchini ko'rib, uni haqqoniy deb atganligini biz ko'ra olamiz. 15-bob 6-oyatda İbrahim Parvardigorning so'zlariga ishondi, Parvardigor uning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi. Deb bu yerdagi haqqoniy degani, ya'ni Xudoga bo'lgan ishonch, e'tiqodi. Xudoning hamma qodirligini, Xudoning o'z va'dasini o'zi chiqarganligiga, Xudoning ham hozir farzand bo'lmasimi, İbrahimning yashnab qolgan bo'lsa-mu, bu Xudo o'zi qilgan va'dasini cho'qim amalga oshirishga qodir ekanligini, ya'ni hamma qodir ekanligi bo'lgan e'tiqodidan Xudoni bu yerda haqqoniy deb jakarlaganligini biz ko'ra olamiz. Masalan, İbroniyliklar yozgan xat 11-bob 11-oyatda yana garchi İbrahim yashnab qolgan, ayoli Sara 9 yoshidan o'tgan bo'lsa-mu, İbrahimning e'tiqodi vajidan Xudoning farzand ko'rish sharafini ato qildi. U o'ziga va'da qilgan Xudoning ishonchli ekanligini biladi deb bu yerda İbrahimning o'zining ahvoliga qaramasdan, o'zining yeshiga qaramasdan, o'zining sharoitiga qaramasdan, balki Xudoga qarab turib, Xudoning so'ziga, va'dasiga eslib turib, shu va'dasini ham ching tutadigan, ya'ni va'dasini amalga oshiradigan Xudo ekanligiga, bu yerda Xudoga ishonganligidan uni haqqoniy deb jakarlangan, ya'ni ishonchi orqali haqqoniy deb jakarlanganligini biz yana ko'ra olamiz. Anandaki Adamlıqlar yazılan 4-bob 19-22 ayetlerden o'xshashli İbrahim to'g'risidagi misollar. Ya'ni u Xudoning va'dasidan gumonlanmagan, ya'ni İbrahimning Xudoning va'dasidan gumonlanmaganligini, aysicha uning ishonchining texmi to'lib, kuchayib, Xudoni ulug'laganligini, Xudoning o'z va'dasini amalga oshirish qudratiga ega ekanligiga butunlay ishonganligini, shunga Xudo uni haqqoniy odam deb hisoblaganligini biz ko'ra olamiz. Shuningdek Xudoning qudratiga, Xudoning va'dasiga ishonganligini bu yerda ko'ra olamiz. Andan keyin Rimliklar 4-bob 16-oyatda e'tiqodimiz orqali Xudoning bizga va'da qilgan baxt saodatiga erishimiz. Bu biz erishishga tegishli haq emas, balki Xudoning mehr shafqatidan kelgan. Ya'ni Xudoning va'dasi ichidagi baxt saodatning, buning Xudoning mehr shafqati ekanligini biz bu yerda, ya'ni Xudoga, ya'ni İbrahimga bergan bayam deganimiz o'g'il farzand beradigan va'dasini, hem shunday bayam qalqqan bo'lib, uning zo'r inom beradigan, inom bermoqchi bo'lgan va'dasi, hem bayam deganga o'xshash nurg'un ahdlar, va'dalar turmamdi. Avlodini ko'paytirib bir cho'ng xalq, 12-bobdagi cho'ng xalq qilman degan va'dasi, uning baxtli qilman degan va'dasi, ya'ni 13-bobdagi uning avlodini qumdek sanoqsiz qilgan va zamindagi 4 atrofli baliq zaminlar uning ato qilgan va'dasi bo'lsin. 15-bobdagi mushunday yashnab qolgan İbrahimga o'zining pushtidan bir o'g'il farzandlik bo'lib, uning farzandini son-sanoqsiz yulduzlardek son-sanoqsiz qilgan mushunday qilmoqchi bo'lgan mushunday va'dasi, ya'ni Xudoning İbrahim bergan bu va'dasining İbrahimning o'zining haqqi yoki u erishishga tegishli haqqi bo'lganligi emas, uning qilgan yaxshiliklar, u İbrahimning qilgan amgikidan emas, uning qilgan barliq ish-izlaridan emas, uning tegishli bo'lgan haqiqiy haq emas, balki Xudoning mehr shafqati ekanligini bu yerda Rimliklar yozgan xatida aytadi. Shu orqali biz bayamqi inom degani, ya'ni biz inom degan so'zni haq, nasiba, inom tortiq degani emasmi? Shunga o'xshash bu yerda Xudoning İbrahim bergan inomining bu yerda Xudoning va'dasi, ya'ni mehr shafqati ekanligini biz bu yerda yana texmi ko'ra olamiz. Shunga o'xshash e'tiqod yo'lida mangan bizlarning, ya'ni Rimliklar yozgan xat orqali e'tiqod yo'lida mangan bizning, ya'ni butkul e'tiqodchilarning, e'tiqod yo'lida mangan e'tiqodchilarga Xudoning va'dasining, bu Xudoning va'dasi, Xudo ato qilmoqchi bo'lgan shu va'dalar baxt saodatning hammasining Xudoning mehr shafqati ekanligini biz bu yerda ko'ra olamiz.
Andan keyin yana cho'ng ikkinchi mazmun bo'lsa biz bu yer bayam deganga o'xshash e'tiqodi bilan haqqoniy deb jakarlandi. Ya'ni Xudo Ibrohimning ishonchini ko'rdi. Xudoning ya'ni Ibrohim Parvardigar so'zlariga ishondi. Parvardigar Xudo uning ya'ni Ibrohimning e'tiqodini ko'rib uni haqqoniy deb hisobladi degan mazmunni yana bir qatam biz tafsil ko'rib o'tishimiz to'g'ri keldi. Bu yerda endi İbrahimning haqqoniy odam deb jakarlanganligidan biz ham shuni bilishimiz kerakki, haqqoniylik bayam dedim emasmi? Yaxshi, yomon, ya'ni yaxshi amallar orqali hisoblanmasdan, bir odamning Xudo tarafidan haqqoniy deb jakarlanishining uning e'tiqodidan bo'lganligini. Chunki bu odam gunohkorlarni haqqoniy deb jakarlashi Xudoga e'tiqod qilganligini. Ya'ni bayam dedik, Ibrohimmi Xudoga, Hamid Qodir Xudoga ishonib Hamid Qodir Xudoning uningga farzand ato qilganligi. Shu hatto bayam degan o'xshash yer zamin ato qilgan farzandini hozir farzandsiz yolg'iz bo'vayni, farzandsiz bo'lgan bir bo'vayni o'shundoq bir qumdek sanoqsiz, yulduzdek sanoqsiz farzandga ega qilish qudratiga ega Hamid Qodir Xudo ekanligiga ishongan emasmi? Shunga o'xshash ana shundoq Hamid Qodir Xudoga ishongan Ibrohimni Xudo haqqoniy deb jakarlagan emasmi? Shuningdek bizmi bizning haqqoniy deb jakarlanishimizmi? Ana shundoq bizning kimligimiz, bizning qanday ahvol ostida ekanligimiz yoki bizning qilgan ishlarimizning bo'lmasa, balki bizning ya'ni Xudoning bizning gunohlarimizni kechirim qilish qudratiga qodirligiga, bizni poklab, bizning barliq gunohlarimizni poklashga, kechirim qilishga qodir ekanligiga ham shu ishonganligi, ishonish orqali Xudo tarafidan haqqoniy odam deb jakarlana oladiganligimiz ham bu yerda ko'ra olamiz. Andan keyin yana shunday Ibrohim Xudoning va'dasiga qilchi gumonlanmay, Xudoning o'z va'dasini amalga oshirish qudrati ekanligidan, ya'ni butunlay ishonganligidan, Xudoning ishonchini ko'rib haqqoniy odam deb hisoblanganligidan bizlarmi yana Rab Aysoning bizning gunohlarimizning kechirilish uchun qurbonlik sifatida o'lib, bizni haqqoniy deb jakarlanishimiz uchun qayta tirilgan. Yani biz onu qayta tirildirgan Xudoga e'tiqod qilishimiz bilan haqqoniy deb jakarlanganligimizni ham biz bu yerdan ko'ra olamiz. Nima desa, ya'ni o'liklarni tirildirishga qodir ekanligini. Ya'ni o'liklarni o'limdan qayta tirildirishga, hatto bizga o'xshash o'limga loyiq gunohkorlarni ham, la'nat ostidagi gunohkorlarni ham Xudo o'zining mehr shafqati bilan bizni shu gunohimizdan paklashga, bizni barliq gunohlarimizni paklab, qayta tug'ilgandek bizni qayta tirildirishga, bizni ruhiy o'liklardan bizni qaytadan tirildirib, Xudo oldiga, huzuriga boshlashga qodir ekanligi bo'lgan shunday e'tiqodimiz bilan, ya'ni Rab Aysoni, Hazrat Aysoni qayta tirildirgan, shunday qayta tirildirish qudratiga ega bo'lgan shu Xudoga e'tiqod qilishimiz bilan haqqoniy deb jakarlanganligimizni yani biz bu yerdan ko'ra olamiz. Andan keyin yana biz bu yerdan nimani ko'ra olamiz desangiz, biz askal payg'ambarniki nimasi ko'ramizaq bu tarjim qilinmagan, sizlarga balki yod bo'lishi mumkin. Shu vaqtda iskeletlarni ularni qaytadan tirildirib, ularga jon kirgizgan degan mazmunlar bor. Andan keyin biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni odam atini yasagan to'pidan odam atini yasagan uning burnidan nafas kirgizdi degan emasmi? Shuningga o'xshash bizning bu yerda ishonchimiz nima desa, bizga hayotlik bergan. Buddhism aytgan bunda yuzaga tushgan olmaydi. Bizga hayotlik nafsini bizga puylagan. Bizning hozir hayotimizdagi har bir nafas olishimizning hammasining Xudoning qudrati, Xudoning mehr shafqati bilan bizning hozir nafas olib, bizning hayot yashayotganligimizni, bizning atiyana ko'zimizni ochib, hayot turishimizning Xudoning mehr shafqati ekanligimizni bu yerda ham ko'ra olamiz. Shunga o'xshash bizning e'tiqodimiz, bizning ishonchimiz, bizning umidimizni bog'laganligimiz, bog'lagan Xudoyimizning ana shu İbrahimning e'tiqod qilgandek Ibrohim ishonganga o'xshash. Ham shunday biz yana Rabbimiz Ayso Masihni bizning gunohlarimiz uchun qurbonlik sifatida atab, uni ham o'lib 3 kundan keyin uni qayta tirildirgan va ana shunday Rab Aysoning qayta tirilganligiga ishonch bog'lagan bizlarni ham uning o'limi, uning qurbonligi orqali bizni qaytadan paklab, bizni hayotimizni, bizni o'liklar diyoridan qayta tirildirganga o'xshash bizning ruhiy o'lik bizlarni, Xudoga yiqilisha olmaydigan la'nat ostida qolgan bizlarni qaytadan bizning gunohlarimizni Rabbning qani bilan paklab, Xudoning huzuriga boshlab kelganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shuning uchun buni biz cho'nqur hayotimizga tatbiqlashimiz to'g'ri keldi. Burunqi bu bizni qaytadan Xudoning oldiga olib keldi. Bizni mushuna qudrati bilan, mehr shafqati bilan qayta tirildirdi degan narsa nima desa, biz burunqi hayotimizga,
burunqi bizning turmushimizga, odatlarimizga, illatlarimizga mansub bo'lgan barliq narsalarni hammasini Rabbning o'limi bilan birga ko'mib, qayta tirilganga o'xshash, biz yangi odam bo'lganga o'xshash hamma narsani Xudoning oldida, Xudoning so'zi oldida isloh qilib, yengilishimiz kerakligini biz ham ko'ra olamiz. Shuningdek turmushimizdagi barliq bizning qarashlarimizni, chunki odam yer yuziga barliq narsa halqi. Nima deymiz? Qarashlar, har xil qarashlar, har bir hukmlar, shunday narsalar ichida inson shunday narsalar bilan bulg'angan. Dunyoning qarashlari, insonning qarashlari, insonning qimmat qarashlari ichida bulg'anganda, shu narsalarni biz kunda Xudoning oldiga elib kelib, isloh qilib turib, Xudoning so'zi bilan ularni qayta haqiqiy hukmi bilan, haqiqiy Xudoning so'zining ichidagi ma'nosi bilan tushunib turib, uni yashab chiqarishimiz to'g'ri keldi. Masalan, Yaqub yozgan xatda nima deydi desa, amaliyati yo'q e'tiqod o'likdir deb turib. Ya'ni e'tiqodimiz bilan imonimiz bilan amaliyatimizning moslashishini ham berib o'tirib qo'ydi. Shunga o'xshash biz ishondim deblam, chunki Xudoning so'zini o'qidim deblam yoki ibodat qildim deblam, biz buning bilan o'zimizni qanoatlantiriblam, o'zimizning bir nimamizni qanoatlantiriblam. Ondan o'tib kelsak bo'lmaydi. Biz o'zimizni Xudoning so'zi bilan doim isloh qilib, Xudoning so'zi bilan doim o'zimizni yengilab turib, uni hayotimizga tatbiqlashimizga, uni yashab chiqarishimizga to'g'ri keldi. Shuning uchun o'zimizning burunqi illatlarimizni bo'lsin, burunqi narsalarimizni hammasini Rabb Aysoning Kristi bilan Kirist aldığı apırıp, şunu kömüşümüzge doğru keldi. Biz yengilishimizga, Xudoning so'zi bilan o'zimizni yengilishimizga to'g'ri keldi. Shuning uchun bizning faqat kitobni o'qidim deblam emas, duo qildim deblam emas, duoning haqiqiy ma'nosining nima ekanligini, kitobni o'qishning haqiqiy ma'nosining nima ekanligini, Xudo bilan yaqinlashdim, Xudo Rabb Aysoga ishondim degan e'tiqodning nima ekanligini biz haqiqiy cho'nqur tushunib turib, haqiqiy e'tiqodning nimaligini bilib turib, Xudoning oldiga kelishimizni to'g'ri keldi. Bo'lmasa biz e'tiqod qildim deganligimiz faqat bir diniy turmushimizdan farqlanmaydi. Ya'ni burunqi islom dinimiz bilan va boshqa dinlarning ichida yashaganimiz bilan bu farqlanmaydi. Biz bunun bilan Rabb Ayso nihoyat qamchilgan parisilar, Tavrat ustozlarini biz ko'z oldimizga keltirishimizga to'g'ri keldi. Shuningga o'xshash biz o'zimizni yaratib olgan diniy qoidalarimiz, o'zimizning qimmat o'lchamlarimiz ichida Xudoning sözünü biz belgilab turib, Xudoning sözünü o'zimizning qimmat qarashlarimiz, o'zimizning bir o'lchimimiz ichida qarasak, bu o'zimizning yaratib olgan o'zimizning dini hisoblanadi. Şuna biz dinning ichida emas, biz haqiqiy hayot bo'lgan, haqiqiy hayot beradigan, hayot xato qiladigan, o'chmas umid ato qiluvchi Xudoning ichida yashayotgan bo'lg'ashqa, biz kunda Xudoning so'zi ichida, hayotiy so'z ichida, hayotlikqa ega bo'lgan hayotiy e'tiqod ichida yashashimiz to'g'ri keldi. Shuna har bir e'tiqodchilarning kunda o'zining e'tiqodini tekshirib turishini nabiyada ta'kidlab o'tay dedim. Her vaqt o'zingizning Xudo oldidagi salohiyatıngizni, Xudo nimishga chaqirdi, men kim degan narsalarni shu Xudoning oldida so'rab, Xudoning so'zi orqali o'zingizga javob tepishingizni, kunda har joyingizda, har o'rningizda Xudoning siz orqali nima ishlan qilmoqchi ekanligini so'rab turib, Xudoning so'zi orqali shu turmush joyingizda yashab chiqarib Xudoga ibodat, ya'ni bizning turmushimizning hammasi Xudo bo'lgan ibodat hisoblanadi. Bizning turmushimizga har bir so'zlarimiz, hatto ba'zan bizning turmushimizga bog'liq so'zlarimiz Xudo bo'lgan duo hisoblanadi desam ham bo'ldi. Shuning uchun so'zlarimizga diqqat qilib, o'zimizning turmushimizning har joyimizda Xudo bo'lgan ibodat sifatida Xudoning so'zi bilan yashab turib, Xudoning obrazi bo'yicha yashab turishimizga yashasak degan umidda hammamizning e'tiqodimizni haqiqiy hayotiy kuchga ega e'tiqod bilan yashashimizni bir qatim ta'kidlab o'tay dedim. Ondan keyin yana bir mazmun bo'lsa, 7-oyat, ya'ni 15-bab 7-oyat, Parvardigor onunga yana seni bu zaminga ega qilish uchun seni Kaldanilarning zamini bo'lgan Ur shahardan elib chiqqan Parvardigor men bo'lman degan mazmun. Bu yerda biz ko'rib chiqishga ozroq mazmun bor. Ya'ni biz qaraydigan Parvardigor seni bu zaminga ega qilish uchun seni Kaldanilarning zamini bo'lgan Ur shahardan elib chiqqan Parvardigor men bo'lman deb turib, Xudo doim o'zining kimligini, o'zining qanday xudoligini, qaysi xudoligini ta'kidlab qolamiz bu yerda, ya'ni ko'ra olamiz. Masalan, Misrdan chiqishda, ya'ni
burun Musa'mı deydi emasmi? Yani Musa'nı evetken vaqtida Misr yani padşahning oldiga va xalqqa oldi bilan Isroillar oldiga berib degan vaqtida ular menga qaysi xudo to'g'risida so'zlayapsan desa men nima deyman degan vaqtida xudo o'zini men o'zim mandurman degan o'sha Yahve deb turib ismini deydi emasmi? Şunun o'xshash Parvardigorning bu yerda va'dasini ham o'zining kimligini bu yerda ta'kidlayotganligini, shu o'zining kimligiga asosan qilgan va'dasini bu yerda da'vatganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Masalan, Misrdan chiqish 2-bob 20-bob 2-oyatda men seni qul bo'lib yashagan Misrdan elib chiqqan Parvardigoring Xudodirman deb turib bu yerda Isroillarga yana nima deydi desa, men sizlarni elib chiqqan shu Xudo mendirman, shunga menga ibodat qilinglar deb turib, balki birdan bir Xudo o'zi ekanligini, faqat Xudoga ibodat qilib, Xudodan boshqa hech qanday ilohi bo'lmasligini, faqat Xudoning o'zining Xudosi deb atash kerakligini, ya'ni burungi vaqtlarda chunki butlar ko'p, har millat, har elning o'zining ilohi Xudosi ko'p emasmi? Shunga bu Xudo hamda o'zining haqiqiy mangu hayot bo'lgan Xudo ekanligini ta'kidlash uchun bu yerda qilamiz ko'ra olamiz. Masalan, Konatda qaraydigan bo'lsak, ba'zan de qudratli Xudo, sardori bo'lgan, olamning sardori bo'lgan Xudo deb turib, balki Xudoni ta'riflaydigan nihoyat ko'p ma'nolar bor. Masalan, bu netda nimalardimi İslamdımı Xudoning 99 xislati degan o'sha bu nihoyat bizga tunishliq bo'lgan o'sha ham demoqchi bo'lganim nima desa, bu demoqchi bo'lganim nima desa, ya'ni Xudoning mushu Xudoning haqiqiy Xudo ekanligini ta'kidlab turib, ya'ni haqiqiy olamni yaratgan birdan bir mangu hayot bo'lgan haqiqiy Xudoning o'zi ekanligini mishada ta'kidlayotganligini biz bu yerda tushuna olamiz. Masalan, yana Qonun shariat 7-bob 8-oyatda Parvardigorning sizlarni so'ygini sababidan, ya'ni sizlarni so'yganligi sababidan va ota-bobolaringlar oldida bergan qasamiga sodiq bo'lganligi uchun Parvardigor sizlarni kuchli qo'li bilan qutqizib, o'lik badal to'lab, qulluq makonidan, ya'ni Misr podshohi Firavnning qulidan chiqargan deb turib, ya'ni Xudoning bularni masalan İbrahimni bo'lsa Kaldani lazım, ya'ni butlarga cho'qindigan, butlar to'shib ketgan shu Kaldanilar zaminidan bo'lsa haqiqiy İbrahimni ko'rinib turib, uni elib chiqqan Xudoning haqiqiy hayot Xudo ekanligining o'zi ekanligini, ya'ni İbrahimga deb turib, ana shu Xudo mendirman, ya'ni o'zining kimligini ta'kidlab turib, bergan va'dasi, ya'ni İbrahimga bergan ahdisi, va'dasini biz ko'ra olamiz. Isroillar bilan bu, ya'ni va'da ahdi tuzgan vaqtida masalan Tavratni, ya'ni 10 qonun amrini belgilangan vaqtida, bergan vaqtida ham shu vaqtim shunday deydi. Men seni qul bo'lib yashagan Misrdan elib chiqqan Parvardigoring Xudodirman. Menga ibodat qil. Mendan boshqa hech qanday ilohing bo'lmasin deb turib, 10 farizni bergan vaqtida shunday deydi. Ya'ni o'zining kimligini deb turib, ya'ni o'zining belgilamalarini, amirlarini, o'zining qonunlarini Xudo o'zining xalqiga deydi-da, jakarlaganda. Andan keyin yana keyin Isroillarni Kanan ziminiga, ya'ni Xudoning va'dasiga asosan Kanan ziminiga kirgan vaqtidami, ularning ota-bobolari bergan va'dasiga asosan ekanligini, ya'ni ularni qutqizib chiqqan, shu va'da qilgan, ana shu haqiqiy mangu hayot Xudo, olamning sardori bo'lgan Xudo, ana shu nima Misrdan chiqqan Xudo, o'zining shunday Xudo ekanligini bu yerda ta'kidlayotganligini biz bu yerda ham ko'ra olamiz. Bugungi kunda biz ham shundaqla İbrahimga men seni bu zaminga yiqilish uchun Kaldanilar zamindan elib chiqqan Parvardigor men bo'lman degan o'xshash hammamiz Xudoning oldida ham shunday bir biz Xudoning bizga shunday da'vat qilganligini ham Xudoning oldida biz ham shu Xudo mening Xudoyim deb turib, men e'tiqod qilgan Xudo ana shunday Xudo deb turib e'tirof qila oladigan, deya oladigan bo'lishimiz. Ya'ni meni shunday qulluqdan, gunohdan, shunday xiyim xatarlardan, Mesela ahvallardan elib chiqqan, meni shunday, ya'ni Xudo o'zining huzuridagi tinchlikqa, amallikqa, mangu hayotlikqa, mangulik qutqizishga elib chiqqan Parvardigorim Xudo, mana shu Xudo deb turib e'tirof qila oladigan, har vaqt shunday e'tirofimiz, imonimiz, e'tiqodimiz bilan hatta Xudo tayindigan, Xudoni o'zimizga qalqon qiladigan e'tiqodchilardan bo'lishimizni ham bir qatim ta'kidlab o'tay dedim. Andan keyin yana bu yerdamda İbrahimning misali yana bir savoli bor. Ya'ni İbrahim deydi, Xudo uningga men seni elib chiqqan, shu yurtingda, ya'ni Kaldanilar zaminda elib chiqqan Xudo men bilman degan vaqtda, ya'ni Xudo o'zining kimligi bilan
bu İbrahim'e va'da berganligini ta'kidlayotgan vaqtida İbrahim deydi. Undaq bo'lsa, mening bu ziminga ega bo'lganligimni, jazma ega bo'lganligimni nimadan bila olayman deb bu yerda İbrahim Xudodan mundaq jazma ega bo'lganligining belgisi nima, isboti nima deb turib, Xudodan shundoq savol so'raydi. Endi bu yerda qarasak, buni ba'zan tadqiqotchilar hatta ba'zanlar buni İbrahimning itqodsizlik qilyapti. Xudo shundoq va'da bergan tursimi, Xudo shundoq qilib tursimi, hatto Xudo uni haqqoniy deb jakarlagan bo'lsin, bu yerda o'zining bu ziminga ega bo'lganligiga bo'lgan ishonch ojizligidan belgi isbot so'rayapti deydiganlar bor. Lekin mening nazarim, mening qarashimda bu yerda Xudo shundoq va'da bergan. İbrahim bo'lsa bu yerga jazma ega bo'lganligimni nimadan bilaman deb turib, bu yerda va'dasida cho'qim turishini so'ragan deb bu yerda tushunishkim bo'ldi. Ya'ni Xudo İbrahimning İbrahim Xudoga ana va'dangni cho'qim turib, meni shu zaminga cho'qim ega qilgaysan degan o'xshash. Masalan, biz birisi bizga so'zlaydi. Agar sen mana bunday qilsang, men cho'qim bunday ish qilman, bunday qilman. Cho'qim keyin bunday ish bo'ldi desa, undan sen cho'qim jazman, cho'qim va'dangni turjimi, cho'qim so'zingni turjimi deb turib biz qaytadan ta'kidlaydigan, biz ta'kidlaymiz, u va'dangni turjimi, so'zingni turamiz, so'zimiz so'zjimi degan o'sha so'zlarimiz bor. Shunday tushunishkim bo'ldi deb qarashkim bo'ldi. Andan keyin chunki oxirgi mazmun shuning bo'laydi. Masalan, cho'qim va'dangda turjimi, cho'qim Xudoga ham va'dasida cho'qim turishini ta'kidlab turib, undan so'ng cho'qim va'dangda turib, meni mushsiming ega qilgaysan deganga o'xshash shunday bir qarashda, ya'ni shunday bir nimada İbrahim shunday men bu zamonga ega bo'lgan, jazma ega bo'lgan nimadan bilmayman degan vaqtida Xudo nima deydi desa, uningga kallani, ya'ni o'shkilarni, qo'shqanlarni akilib, ya'ni paxtaklardan akilib, oldimga kelgan va ularni yerib, ikki parcha qilib qo'ygan deb turib, ya'ni ahdi tuzish uchun shu mollarni akayin, ahdi mollarini akagin deb turib, jazma ega bo'lganligimni nimadan bilaman desa, undoq bo'lsa men sen bilan bir ahdi tuzay, ya'ni ahdimning yani мәңгілік болған бір әхті, енді Xudo cho'qim va'dasi turganligini, cho'qim ishlarni amalga oshirganligini ko'z tutishdan, yani bir ahdi tuzaydiganligini bu yerda ko'ra olamiz. Chunki yani burungi zamonlarda shunday ikki taraf o'rtasidagi kelishim, ikki taraf o'rtasidagi va'da bo'lgan vaqtlarda bir ahdi tuzadiganligini, ya'ni ikki taraf o'rtasida bir nima qilish uchun ahdi tuzadiganligini bilamiz. Masalan, shu vaqtlardagi ahdi bo'lsa, bunga o'xshash, ya'ni qo'ylarni o'rtada ikki parcha qilib turib, shuning o'rtasidan ahdi tuzgan ikki taraf shuning o'rtasidan o'tadi-da. O'rtasidan o'tib bo'lgandan keyin deyishini. Ya'ni ahdisida turmagan, ahdisidan yenib olgan, so'zi turmagan odamning oqibati, ya'ni la'nati bo'lsa, shu ikki parcha qilinib, qo'yib bo'g'izlanib, ikki parcha qilingan hayvonlarga o'xshash hayot ham shunday la'natga qolsin degan ma'noda shunday ahdi tuzildi. Masalan, burungi zamonda buni ahdi shunday ko'p. Masalan, bizning turkiy millatlar, ya'ni bizning burungi ajdodlarimizning nurg'un toshlar bor. Ay to'ldi, kun to'ldi degan o'xshash bizning Mo'ng'ul yayloqlardan tepilgan bizning ko'kturuk davriga oid keyingi nimalarga oid nimalarimizni biz ularning ahdi uchun ahdi qadihini ko'tarib turib ashna nimqonliqlarni biz tepilganligini ko'rgan sizlar bilish xabaringlar bo'lishi mumkin. Ya'ni nima demoqchi bu desa, ya'ni burungi zamonlarda ikki taraf o'rtasidagi va'da, ahdi ning belgisini, ahdilarning shunday holatda yurgizdiganligini biz bu yerda ko'rib o'tishga, ya'ni ko'rib olg'ili bo'ladi. Shundaqla bu yerda Xudoning ya'ni ahdi tuzish uchun hayvonlardan elib kelishni, İbrahimga hayvonlardan elib kelishni, Xudoning oldida ularning qornini yerib, ikki parcha qilib, ikki taraf qator tizib qo'yishini aytdi. Lekin bu yerda buning ichidan Xudo o'zi yolg'iz ularni o'tirsin, ya'ni İbrahim tushida, ya'ni tush ko'rayotgan vaqt, uyquga ketgan vaqtida Xudo uning ichidan o'zining yolg'iz o'tib ketganligini ko'ramiz. Masalan, 17-oyatda kun petib qarang tushgandan keyin is chiqib turgan o'choq va yenib turgan mashal tuyuqsiz paydo bo'lib, ikki qator go'shtning o'rtasidan o'tib ketdi. Mana shu chog'da Parvardigor İbrahim bilan ahdi tuzdi munda dedi deyotmandi. Ya'ni Xudo ana shunday mashal bo'lib turib, shu ahdining, ya'ni ahdi mollarning o'rtasidan o'zi yolg'iz o'tib ketganligini ko'ra olamiz. Chunki bu yerda ahdidan Xudoning yolg'iz o'tib, ya'ni İbrahimni o'tmay balqat Xudoning o'zining yolg'iz o'tishi, bu ahdiga, ya'ni ahdining la'natini, oqibatini Xudo o'zi ustiga olganligini,
Xudo o'zi bu ahdining barliq oqibat la'natlarni o'zining ustiga olib, Ibrohimni bo'lsak, bir şey qo'g'dab qolganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni yolg'iz o'tib ketishini. Chunki Yeremiya 18-bobga 18-bob 20 Anima 34-bob 18-20 qaraydigan bo'lsa, ahdining oid mazmun chiqadi. Ya'ni Isroillar bilan Xudoning tuzgan ahdisining ustidagi mazmun, ya'ni shuning bilan men ahdimni buzgan, ko'z oldimda kesib tuzgan ahdining so'zlariga amal qilmagan kishilarni bo'lsa, ya'ni Xudoning barliq ahdlariga, amirlariga amal qilmaganlar bo'lsa, ular o'zlari so'yib ikki parcha qilib o'tirisidan o'tgan yiliq mozaydek qilaman deb men bayon dedim-ku. Ana shu hayvonlar qanday bo'lgan bo'lsa, uning ahdi tuzmagan, va'dasi turmagan kishining la'nati, o'sha oqibati, o'sha hayvonlardek bo'lganligini biz mushu mazmun orqali meni ko'ra olamiz. Yani mozaning ikki parchasidan o'tgan barliq xalqni, ya'ni ahdi tuzgan vaqtida shu o'tirdan o'tgan barliq xalqni bo'lsa, men ularni dushmanlarining qo'liga, jinini izlaguvchilarning qo'liga topshirman deb, yani hayotini ana shunday, ya'ni oqibati ana shunday la'natga qolgan, ana shunday bir oqibat qilganligini deydi. Shunga bu yerda hamda Xudo Ibrohim bilan va'da tuzganda, ahd tuzganda bo'lsa, ahdining barliq la'natini, oqibatini Xudo o'z ustiga olib turib, o'zining xalqini bo'lsa, o'zining ahdisining baxt saodatiga erishtirish uchun va'da qilgan biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Shuning uchun bu yerda hamda ahdi Xudoning İbrahim bilan tuzgan va'dasining ahdisining bu yerda Xudoning o'zining bir taraf, ya'ni o'zining yolg'iz qolganligini biz ko'ra olamiz. Buning oid, ya'ni ahdiga oidmi, ya'ni biz İbraniyliklar yozilgan xat 6-bob 13-14 oyatda Xudodan ustun turadigan hech kim bo'lmag'achqa, Xudo Ibrohimga va'da qilganda o'z nomi bilan qasam qilib bunday dedi, ya'ni sana cho'qim baxt ato qilib nurg'un avlodlarni beraman deb. Yeni bir yerde Xudo o'zining bu ahdisini, bu va'dasini, ya'ni o'zi yolg'iz o'zining nomi bilan bayam degan o'xshash, men seni kaldaniyalardan olib chiqqan Xudo deb turib o'zining nomi bilan, o'zining kimligi bilan, haqiqiy bir xudoligi bilan ham shunaqla bu va'dini, bu ahdisini, ya'ni ahdisini tuzgan vaqtida Xudo o'zining yolg'iz shu ahdining o'tirisidan o'tib, bu ahdiga xiloflik qilgan vaqt, ya'ni uning xalqi bu ahdiga xiloflik qilgan vaqtlarda, uning ahdi xalqi bo'lgan, va'da xalqi bo'lgan Ibrohim ham bu va'dasida turamagan vaqtlarda bo'lsin, xiloflik qilgan vaqtlarda bo'lsin, uning barliq oqibatining Xudo o'zi ko'targanligiga bo'lgan shunday mazmunni ham biz bu yerdan ko'ra olamiz. Anondan keyin bu yerda biz yana bir ko'rib o'tishdik ishimizlar, ya'ni amorlarning gunohi ichiga yetmaguncha deb turib, burun biz olamni yotish boshlagan vaqtimizda ko'plar mushu savolni so'ragan. Mushuni markaz qilib turib, o'zini anglash bo'yicha gunohning cheki, ya'ni gunohning darajasi degan bir savollarni qilganligi uchun bu mazmun bir qatim ko'rib o'tishga to'g'ri keldi deb o'ylab tuzyapman. Bu yerda amorlarning gunohi ichiga yetmaguncha deganni biz asli yoziqi bo'lgan ibroniycha ko'rgan bo'lsak, lo shalom debmishadi. Lo shalom deydi. Ya'ni gunohi chekiga yetmaguncha degan gapni, ya'ni lo shalom degan gap, lo degan yo'q, emas degan o'xshash, ya'ni yo'q degan o'sha ma'noda bor. Shalom degan gap, ya'ni tinchamonlik, shalom deki, ya'ni salom deki, shalom gida tinchamonlik degan gap, ya'ni amon-esanlik degan gap. Bu yerda amon-esanlik yo'q bo'lib, ig'ir jazoga, ya'ni tinch amansizlikda ichidagi ig'ir jazoda. Yani ularni tinch aman qilmaydigan ig'ir jazoligini biz ko'ra olamiz. Bu yerda markaz nima desa, bu yerda gunohning cho'ng kichikligi, qandaydir cho'ng kichikligi, qandaydir bir darajasi bilan emas, balki bu yerda biz ko'rganimiz boshqa bir nuqtai nazar. Masalan, biz bu yerda Xudoning bu yerdagi va'dasini boshqa mazmunlar orqali, muqaddas kitobning boshqa mazmunlari orqali ham yo'ritib turib ko'rishimizga to'g'ri keldi. Masalan, Xudo deydi-da, sening avlodlaring bu yerga qaytib kelguncha, u yer 4 avlod o'tib ketadi. Chunki bu yerda turadigan amorlarning gunoh ichiga yetguncha men ularni bir taraf qilmayman degan yerda. Bu için mushu mazmunni biz yana keyingi mazmunlarga ko'sa, ya'ni Qonun shariat 9-bob 4-oyat qarsak, Parvardigor ularni oldingdan aydiganda sen ko'nglingda haqqoniyligim sababidan Parvardigor meni zaminni egallash uchun uning yetaklab kirdi demagin. Balki shu Allohning razilligi tufaylidan Parvardigor sening oldingda ularni ta'alluqotidan mahrum qilib, sen ularning zimniga kirib uni egallashing sening haqqoniy bo'lganligingdan yoki ko'nglingning do'rusligidan emas, balki bu Allah'ның razilligidan,
va Parvardigor ota-bobolaring İbrahim, İshaq va Yaqubga qasam qilgan so'ziga amal qilish uchunmi Parvardigor Xudoying ularni sening olding ta'alluqatidan mahrum qildi deb turib, bu yerda shu Allahning razilligi tufaylidan balki bularni şu zamanga elip girdiğan yani vədis tüpəylidən şu zamanga elip girdiğan görmüz. Bu yerdə rezilliknin qanaq rezillik ekanligi desanlar bu yerdə etiqadsız yani butqu qo'nib har xil xudo yirgindigan Parvardigorga nafrat bilan ishlash ekanligini biz qonun shariy lavilarni men material chiqarib qo'ygan mazmunlarni shuning aqaldagi mazmunlarni o'qisanglar xudo nimadan yirgansa shu Allahning shu yirginish ishlar bilan to'lgan shuna butqu qo'nish yani Xudoning haqiqati, ya'ni haqqoniylik, haqiqat bo'lmagan, Xudoning so'zi bo'lmagan, butlarga, butparastlikka to'lgan, ya'ni butparastlikdagi nurg'un yurginishlik ishlarga to'lgan ishkalligini biz yana bu yerda ko'ra olamiz. Shu ular nima deydi desam, Isroillarga u yerga kirgandan keyin sen qilmoqchi bo'lgan zamin kirgandan keyin u Allahning qiliqlarini, o'rib odatlarini tatmag'in, doğramag'in, ergashmagin, ularning qilgan ishlari Xudoga nima yirginishlik bo'lsa, ular shuni qildi deb turib yirginish ishlar ishkanligini biz ko'ra olamiz. Masalan, qonun shariy 18-bob 12-oyatda chunki bunday ishlarni qilgan har qanday kishi Parvardigorga nafratli bo'ldi. Ya'ni shu yot ilohlarga cho'qindigan, ya'ni o'shalarning illatlari, o'shalarning urf odatlari ergashma deydi-da. Shundaq ularning urf odatlariga ergashib qolgan ishlarning Xudoga nafrat ishkanligini, yirginish ishlar ishkanligini, shunday yirginish ishlar tufaylidan Parvardigorning shu allarni Isroillar oldida haydab chiqqanligini bu yerda deydi. Anındaki Lavilarda 18-babda 24-oyatlarda sizlar bu ishlarni qilib o'zinglarni napoh qilmanglar. Chunki men sizlarning oldinglardan chiqarayotgan toyiblar bo'lsa, shunday ishlarni qilib o'zini napoh qilgan va zaminni napoh qilganlar, zaminni napoh bo'lganlardir. Buning uchun men u zaminning qabihligini o'z beshiga tushirman. Shuningdek u zaminmi o'zi turayotganlarni qusib chiqaradi. deb turib bu yerda shundaq ya'ni Parvardigor yirgindigan Parvardigor napoh deb qaragan shundaq ishlarni yot allarning ashuna o'rib odatlarini ularning qilgan ishlarini ularning barliq xalqi butparastliklarni hammasini napoh deb ular o'shunda butparastliklari qilgan ishlari nafratli ishlari Xudo nafratlanadigan napoh ishlari bilan o'zlarini hatto o'stirayotgan zaminni bulg'ab bo'lganligini deb turib shunga Isroillarni u yerga ular Isroillarning oldida ularni qo'g'lab chiqarganligini deydi. Endi buni yana biz yangi ahdining ko'zi bilan qaraganimiz endi Rimliklar yozilgan xat 5-bob 8-9-oyat qaraydigan bo'lsak, Ayso Masih bizdagi gunohkor vaqtimizda biz uchun o'z jinini fido qildi. Mana bu orqali Xudo o'zining bizga bo'lgan mehr muhabbatini isbotladi. Biz Ayso Masihning qurbonlik qini orqali haqqoniy odam deb jakarlandik. Shunday ekan Ayso Masih orqali Xudoning g'azabidan qutulishimiz to'g'ri deydi. Yana bu yerda Isroillarning Xudoning g'azabidan qutulganligining sababi va ularning Xudoning oldida ya'ni ularning ko'z oldida Xudoning yot allarni qo'g'lab chiqqanligining sababini bayon deganga o'xshash Parvardigor Xudoning sizlarni so'yganligi tufaylidan ya'ni qonun shariy 7-bob 8-oyatda Parvardigorning sizlarni so'yganligi sababidan hamda ota oldida bergan qasamiga sodiq bo'lganligi uchun deb turib ularni qutqizib ularni shu yerdan chiqarib Muşu zaminni ularga berganligini biz yerda ko'ra olamiz. Yani qonun shariy o'qisak, Xudoning bularni shu alga ya'ni asal bilan sut bilan asal eqib turgan muşu zaminga boshlab kirishining sababi bo'lsa, Xudoning ularga bo'lgan mehr muhabbati, sevgisi sababidan ekanligini aniq deydi. Yeni jurnallar Rimliklar 3-bob 23-24-oyat qaraydigan bo'lsak, yana bayon deymiz. Hamma odam gunoh sodir qilib, Xudoning insonlarni yaratgan ato qilgan shon sharafidan mahrum qolgan. Lekin Xudo bizga mehr shafqat ko'rsatib, bizni badalsiz holda haqqoniy odam deb jakarladi. Bu Ayso Masih orqali amalga oshirildi. Chunki u bizni gunohning qulligidan ozod qildi. Ya'ni bu yerda yangi ahdining ko'zi bilan qaragan vaqtimizda shu vaqtdami, ya'ni mayli shu vaqtda Isroillar bo'lsin, mayli boshqa allar bo'lsin, hammasi o'xshash gunohkor edi-da. İbrahimmi gunohkor edi. Ya'ni İbrahimmi gunohkor bo'lib, butga cho'qingan. Lekin İbrahim o'zi topmadi, balki Xudo o'zi mehr shafqati bilan bosh İbrahim kelib, İbrahimni chaqirib, uni yetaklab elib chiqib, o'zining kimligini, barbara uning Xudo o'zining kimligini barbara İbrahimga deb Xudo İbrahimga o'zining va'dalarini qilganda, ya'ni bu hammasi Xudoning mehr shafqati bilan bo'lgan ishlarda, ya'ni Xudo o'zining mehr shafqati bilan İbrahimni tanlab, İbrahimni o'zining xalqi qildi. Hatto uningga va'da berib, uning avlodlarining ham o'zining ya'ni xalqi baxtda taqilmoqchi bo'lgan xalq ekanligini Isroillarning
ana shunda Xudo tanlab olgan, Xudo mehr shafqat ato qilgan xalq ekanligini. Bu İsraillar o'zlarining undaq xalqi, haqqoniyligi, durustligi tufaylidan emas, balki Xudoning mehr shafqati bilan İsraillarni tanlab olganligi uchun, ularga mehrini berib, so'yganligi uchun ularni haqqoniy deb jakarlab, ularni ana shu Xudo o'zi va'da qilgan, ya'ni Ibrohim va'da qilgan shu va'dasi tufaylidan ularni Qanon zeminiga akirganligini, bu hammasining Xudoning mehr shafqati ekanligini, İsraillar o'zlarining bo'lsa, hatto bo'yni qattiq bir xalq ekanligini qonun sharhini o'qisanlar ayt aniq deydi. Shunga o'xshash, ya'ni yer yuzidagi hamma inson gunohkorda. Yangi ahdining ko'z bilan qarab, abayam degan o'xshash rimliqlarni o'qigan vaqtimizda, ya'ni yer yuzidagi hamma odam gunoh sodir qilgan, Xudoning oldida hamma odam gunohkor bo'lganda, biz ana shunday gunohkor vaqtimizda, ya'ni Xudo o'zi tanlab olgan xalq uchun, ya'ni bizning uchun ya'ni o'zining o'g'lini evatish orqali, ya'ni Ayso Masihni biz gunohkor vaqtimizda bizning uchun Ayso Masihni yer yuziga evatadigan bo'lib, bekitgan bo'lib, ya'ni ana shunday onu shundaq bizning gunohkor vaqtimizda bizning uchun o'zining jinini pido qilish, ya'ni o'zining o'g'lini bizning uchun qurbonlik qilish orqali bizga bo'lgan o'zining mehr muhabbatini isbotlaganligini biz ko'ra olamiz. Bayami deyamizmi? İsraillarga bo'lgan Xudoning sevgisi tufaylidan ularni Misr zeminiga akirgan, Misrdan chiqarib, qutqizib, qulluqdan qutqizib, ularni Qanon zeminiga, ya'ni baxt saodatning zemini bo'lgan, vakillik qildigan, asal bilan süt aqib turgan shundaq bir zaminga akirishning sababi Xudoning ularga bo'lgan mehr muhabbati, tanlab olganligi, ularning o'z podshohligining mirosxo'rlari, guhri qilmoqchi ekanligini. Shunga o'xshash Ayso Masih orqali bizni o'ziga mansub qilgan Xudoning men bizga bo'lgan Ayso Masihning orqali bizga o'zining mehr muhabbatini to'liq isbotlaganligini biz ko'ra olamiz. Shundan Ayso Masihning qurbonlik qilgani orqali haqqoniy odam deb jakarlanishimiz bilan buning hammasi Xudodan kelgan, Xudoning bizga taqan mehr shafqati, bizga taqan mehr muhabbat ekanligini bu yerda cho'nqur tunishimiz to'g'ri keldi. Shunga bizmi ham shunda Xudoni tunamagan, gunohkor bo'lgan, o'zimizning dunyoning urf-odatlari, bayon deganimizmi, shu allarning urf-odatlari Xudodan nafratlanadigan, nopih bo'lgan ishlardir. Biz mana shunda o'zimizning nafratlanadigan urf-odatlarimiz, ya'ni Xudodan nafratlanadigan urf-odatlar, ana shunda bir boshqa bir dinlar, boshqa bir narsalarning qulluq ichida yashayotgan vaqtimizda, biz ana shunda gunohkor vaqtimizning ichida bizmi shunda İsraillarni boshlab kirish uchun, ya'ni o'zing so'ygan xalqni boshlab kirish uchun ya dallan qo'g'lab chiqargan Xudoga o'xshash qo'g'linishga, o'limga shundaq bir tegishib bo'lgan bizlarni gunohkor vaqtimizda o'zining o'g'lini, ya'ni Hazrat Aysoni, Rab Aysoni qurbonlik qilish orqali bizni haqqoniy deb jakarlab, bizni ana shunday la'natlardan, yo'qolishlardan, ya'ni gunohdan bizni hatto Xudoning shu g'azablaridan bizni qo'g'diganligini, qutuldirganligini biz yana bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni shu biz yana Xudoning shon sharifidan mahrum qolgan bizlar bayam deganmizmi? Xudoning shon sharifini bilmagan, mahrum qolgan, nimaning haqiqat ekanligini bilmay, qorong'ulik ichida yashayotgan, gunohning ichida yashab, hatto gunoh ekanligini sezmay holatga tushib qolgan, qarg'udek shunday bir gunohkor qorong'ulik ichida la'nat ichida yashayotgan bizni badalsiz holda haqqoniy odam deb jakarlashi ana shundaq Rab Aysoning qurbonligi, ya'ni Ayso Masihning amalga oshirgan bizning uchun amalga oshirgan shu qurbonligi orqali bo'lganligini biz yerda cho'nqur tunishimizga to'g'ri keldi. Ana shundaq Xudoning amorlarning zaminiga Isroillarni yiqilishi yig'inchoqlasak, Xudoning ularga bo'lgan sevgisidan va ularga ota-bobolar qilgan va'da sababidan bo'lib, butunlay Xudoning mehr shafqatidan bo'lganligi. Aslida bo'yni qattiq gunohkor bo'lgan Isroillar Xudoning mehr shafqati va sevgisi sababidan sut va asal qilib turgan zaminiga kirib egallashga muyassar bo'lgandek, aslida gunohkor va razillik ichida yashagan bizlarmi Xudoning alohida tanlashi, mehr shafqati, sevgisi bilan Rab Aysoni bizning uchun gunohlarimizning barliq la'natlarini ustiga ortqizib, ya'ni Rabning ustiga ortqizib, Rabning qini badiliga gunohning qulluqidan bizni elib chiqqanligini, hatto bizni Xudo o'zining oldida haqqoniy deb atab, bizni o'zining podshohligining mirosxo'ri qilganligini biz bu yerda bu mazmun orqali ham ko'ra olamiz. Shuning uchun qarindoshlar bizmi bayam deganim Rab Aysam deydi, hamma odam o'zining kirisini yutib meni oldimga, ya'ni o'zining kirisini yutib meni oldimga kelsin degan o'xshash. Hammamiz o'zimizning turmushimizga bog'liq tashlashlik, ya'ni yangi ahdidagi ko'p deydimiz, bu koni hayot, urf-odatlar, mushlarimizni biz
Rəbning aldığa apırıp durup ularni tashlab biz qaytadan kunda özümüzün yengilishimizga, isloh qilishimizga to'g'ri keldi. Buni yana qayta takrorlasam yana shu. Andi biz bayon degan shu amorlar gunohi degan orqali balkim qolganlar qiziqidi amorlar qandoq bo'lgandi deb turib biz buni keyin yana asta-asta ko'ramiz. Hozir bir qatim ta'kidlab o'tay, chunki ko'p anglasak, ko'p anglab, ko'p qilsak, tafakkur qilsak, shuncha ko'p tushuna olamiz. Shuning uchun hozir qisqacha deb o'tsam. Bu amorlar biz sardarlarni ko'rsak, sardarlar 1-bob 34-oyatga qarasak, İsraillar Kanan zimini kirgan, ya'ni bayam degan emas, bu ahd tuzib oxirsida bu zimin, ya'ni Kenlar, Kenizlar, Kadmonlar, Xitlar, Parizlar, Rifalar, Amorlar, Kananlar, Gergashlar va Yabuslar deb atan xalqlarning ziminlarining hammasini o'z ichiga oldi deb turib. Mushuni biz sardarlar Yeshua qismini o'qisak, qaysi ziminlarning Isroillar haqiqatan ularni qo'g'lab chiqqanligini, shu ziminlarga ega bo'lganligini, qaysi ziminlardagi qaysi millatlarni qo'g'lab chiqqanligini biz ko'ra olamiz. Şimdi Amorlar bo'lsa, Dan qabilasi bo'lsa, Amorlar tarafidan tog'liq rayonlar aytib. Ya'ni Dan qabilasi Amorlarni butunlay qo'g'lab chiqqanligi sababidan Dan qabilasi aksicha Amorlar tarafidan tog'liq rayonlarga haydab o'tilgan, ya'ni tuzlanliklarga ega bo'lolmaganligini ko'ra olamiz. Ya'ni Xudoning xalqi bo'lgan, ya'ni 13 qabilaning biri bo'lgan Dan qabilasi Amorlarni butunlay yo'qotmaganligini ko'ra olamiz. Ham shunday biz sardarlarga qaraydigan bo'lsak, bir qism xalqlarni hatto Xudo qoldirib qo'yganligini ko'ra olamiz. Ya'ni bularning ichida amorlar bor, ya'ni bir qism xalqlar bor. Sardarlar 3-bobni ko'radigan bo'lsak, bu yerda qaysi xalqlarning butunlay chiqarib o'tib, haydab chiqarmaganliklarini ko'ra olamiz. Ya'ni buning sababi Xudo İsraillar Misrdan chiqqan vaqtida birinchi avlod kishilar cho'lda o'lgan emasmi? Kanan ziminiga kirgan kishilar bo'lsa, Isroillarning ikkinchi avlod xalqi bo'lgan emasmi? Shunga shu xalqlarni, ya'ni Isroillarning bular jang qilib, janglar boshlab o'tkazgan, lekin ularning tug'ilgan bolalari bo'lsa, jangga qatnashmagan, bular haydab chiqarish ishlarini qatnashmay turib, ota-bobolari jang qilib erishgan zaminda o'ltiraqlashgan emasmi? Shunga Xudo atayin ba'zan bir xalqlarni ularning o'z zaminlaridan qo'g'lab chiqarmaganligini aytadi. Buning sababi bo'lsa, Isroillarni sinash hamda ularga jang qilishni o'rgatish ekanligini aytadi. Bu yerda sinash degan gap barliq jangni İsraillar e'tiqodi bilan qilib, Xudo ularga e'tiqodi bilan, ya'ni Xudo bilan birlik qilib, Xudo ularni g'alaba qozondirgan emasmi? Shuning uchun ularni sinash degan gap bu yerda Xudo ularning e'tiqodini tavlash ekanligini ko'ra olamiz. Shunga jang qilishni o'rgatish degan gap hatto shunda biz turmushimiz jarayonida, kunlik turmushini ana shunday sezgirlik bilan, ho'shiyorlik bilan, e'tiqodi bilan yashab turib, Xudoning e'tiqodi bilan Xudoga tayinib turib yashashni, Xudoga tayinib har kunni shunday bir haqqoniylik ichida razillik bilan kurash qildigan, jang qildigan shunday ishlarni o'rgatishni ekanligini biz ko'ra olamiz. Buni biz bugungi hayotimizda tatbiqlasakmi, bizning hayotimizmi ham Xudo har kunimiz bizning e'tiqodimiz sinildigan, har kunimiz bizning razillik, gunoh, koni tabiatimiz bilan, koni hayotimiz bilan, dunyoning nurg'un qarashlari bilan, dunyoning aqllari bilan biz jang qildigan, kurash qildigan bir hayot ekanligini biz bu yerda bila olamiz. Shuningga bizning kunlik hayotimiz Xudoning so'ziga tayinib turib, Xudoning so'zini o'zimizga qurol qilib turib, Xudoning va'dasini bizga qalqon qilib turib, kurash jarayoni, kurash nimasi ekanligini biz ko'ra olamiz. Xo'sh, qarindoshlar, bugungi mazmun biza uzrab ketdi. Shundan so'ng bir qor tafsil ko'rib chiqani deb o'yladim. Shundan tafsil bo'lmasimi? Bir qor adresim ko'rib chiqdik. Buni ham keyingi mazmunlar orqali bara-bara ko'rish orqali taxmin cho'nqur tushunib yetamiz. Bugungi mazmun bizni jiqaroq, shunday bo'lsa-mu asta-asta ham bir qatimlar emas, qayta anglash orqali taxmin cho'nqur tushunishinglarni umid qilaman. Ma'qulamiz qarindoshlar, hammanglarga Xudodan kelgan aql parasat, Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tushuncha, ro'shan qalb tilayman. Muqaddas ruh sizlarning Xudoning so'zini anqirishinglarga, qanday hayotinglarni qanday yashashinglarga yetaklashini va yo'llaringlarni yo'ritib turib, yetaklab minishini, Xudoning hamrohligini har vaqt his qilishinglarni Xudodan tilayman. Ma'qul qarindoshlar, agar tushunamagan yerlaringlar va yoki ayrim e'tiqodchilik hayotinglardagi duch kelgan masalalar bo'lsa,
ayrim paranglashishni xohlaydiganlar, ayrim uchur qoldirib qo'ysanglar bo'ldi degandek. Ma'qul bo'lsa bugungi mazmun shunchalik, biz keyingi mazmunda yana ko'rishaylik. Aman bo'linglar.